Onani duosi, otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan birdan bir duo shu. Umringdan baraka top, bolam, men sendan roziman, Xudo rozi bo'lsin. Menga qilayotganlaring farzandlaringdan qaysin? Dunyo turguncha turgin, iloho orqamda qolgin deb duo qiladi. Bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota onang shunda rizoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon bo'smingga deya. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi. Qani endi onani duosi